Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun iltimoslarga binoan shu fasonni modellab ko'ramiz. Buning uchun orqa old asos andozani buyum uzunligidagi razmerida chizib olamiz. So'ng asosimizga yoqani modellab chizib olamiz. Bunday yoqani avvalgi rilslarimda video qilib joylaganman. Orqa qismini shunday kesib olamiz va xohishingizga ko'ra uni trapetsiya holatida yoki shu holatda qoldirsangiz bo'ladi. Men bu fasonga belga yetmasdan beriladigan trapetsiya berishni xohladim. Trapetsiya berganingizdan so'ng albatta etagidan yuqoriga ko'tarish haqqini berishni unutmang. Old bo'lakda ko'krak vitochkani yopib, koketkani modellab olamiz va asosimizni shu holatda qirqib olamiz. So'ng etagidan ko'krak vitochkaga qadar model chiziq chizib, uni qirqib olamiz. Bu orada koketkani ham modellangan joyidan qirqib ajratib olamiz. Koketkani tagi zborka bo'lgan fasonda xohlasangiz, mana shu modellab ajratgan joyimizdan boshlab alohida detal zborka ulasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam qo'shib zborka haqqini bichsangiz bo'ladi. Har ikki usul ham bir xil natijaga olib keladi. Fasonimizda bu alohida tikilgan. Men yonma-yon modellab ko'rsatdim. Koketka tagi qismini har birini modellab bo'laklarga ajratib oldim va oralariga zborka haqqi uchun kengayish berib yopishtirib chiqdim. Yon qismini ham xuddi orqadagi kabi trapetsiya holatiga keltirib, etak qismidan yuqoriga ozroq ko'tarib oldim. Agar sizga tikuvchilik va modellash sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling, kuzatishda davom eting.